شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Qarindoshlar, biz ilgirki soatlik darsimizda Sura Baqaraning 94-93-oyatida ahli kitob, ya'ni Banu Isroilning tutgan pozitsiyasi, o'z vaqtidagi Tavrat tutgan pozitsiyasi, bugungi kundagi Qur'on tutgan pozitsiyasi haqidagi ma'lumotlarni angladik. Bularning o'zlarini oqlash haqida Allohning nomidan to'qigan yolg'onlarni ham anglab o'tdik. Bu yolg'onlarning birisi jannat bizga xos. Jannatga faqat bizlar kiramiz. Do'zaxga kirib qolsak, shunda ham o'tib ketamiz, necha kundan chiqib ketamiz degandek Allohning nomidan poksiz shaklda to'qigan gaplar bo'ldi. Alloh bularga eg'ir shaklda raddiya berib eg'izni tuvoqlab qo'ydi. Oldingi soatlik darsimizda dal bularga qaytarilgan raddiyaning birisi, agar haqiqiy ilmni orzu, haqiqiy jannat sizning deb chin ko'ngildan chiqqan gap bular bo'lsa, bu mush gap Rasululloh bo'lsa, zodi jannatga boshqa odam kirmay, sizlar kiradigan ishonlar bo'lib qolsanglar, unda bo'lsa o'limni orzu qilinglar. Unda bo'lsa qana qilmamsizlar deb bularga bir nimbagan raddiya bergan. Bugungi oyatda shuning oxirini o'qiymiz. Astag'firullah. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallohu alimun bizzalimin. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallohu alimun bizzalimin. Bular o'zlari qilgan jinoyatlari sababli, o'zlarining qilgan etmishlari sababli, qilmish etmishlari sababli o'limni hargizmi umid qilmaydi deydi Alloh. Alloh buni xabar beryapti. Alloh zolimlarning ahvolini eng obdan biladi. Amaliyotda agar bular haqiqiy istiqodi shu bo'lsa, zada jannatga bizlar kirib deydigan istiqod, haqiqiy istiqod bo'lsa, buningga chin tutsa, chin dildan shuni davatgan bo'lsa, o'limni shartsiz umid qiladi. Umid qila oladi, ammo o'zlarining nima qilgan, nima etganligini biladi bular. Bu yüzden bunu ümit qilolmaydi bular. Ölümden en qo'rqadigan odamlar bu. Allah buni kesin şekilde davetdi buni. Ümit qilolmaydilar dedi. Bular menga ölümni ümit qilolmaydi. Balki ölümden qo'rqadi. Allah subhanahu va taolo mushu oyatni tushirgan vaqtida bütün iman meselesini Yahudlarning qo'lida qo'ydi. Ya'ni bizning insoniy mantiqimizni aytgan vaqtda, agar biz insoniy nuqtadan ansirsak, buni ansirishga tegishli bir holat bu. Qur'on kesib Yahudlar ümit qilolmaydi dedi. Agar shu vaqtning o'zida bular azroq kallasini ishlatib, Qur'on kesib bularni ümit qilolmaydi dedi ya. Buningga qarata qarshi shaklda Rasulullohning oldiga keliblar, musulmonlarning o'tirg'i chiqiblar. Mana biz o'limni orzu qilamiz. Duo qila Rabbanga bizni o'ltasin deb ikki qiz gap qila olsa, Qur'ondagi hargiz o'limni umid qilolmaydi bular degan gap cho'kkan bo'ladi. Bizning insoniy logikadan, insoniy mantiqidan aytganda. Ammo buni duguchi Alloh o'g'achqa, Alloh bularning zoti demaydiganligini kesin bilgechga, bularning eg'izidan uni chiqarmaydiganligini, aksicha o'limdan qo'rqadiganligini bilgechga mushtalam dedi. Wala yatamannahu abadan bular qilolmadi. Masalan, mush oyat tushgan vaqtida bir necha Yahudi kelib, biz umid kashki o'lsak-chu.
Muhammed biz ölümni ümit qilyapmiz. Rabbingga duo qil, bizni o'ltasin. Desa, mushta gapni deyish mumkinmi, mumkin emasmidi? Ko'ngildan demasimi, nifoq, munofiqlarcha bu gapni ichidan chiqarmasimi, eg'iz deyish mumkinmi? Riyoan ma dinni yiqitish uchun deyish mumkinmi, mumkin emasmidi? Mumkinti. Ammo bular buni demadi. Xiyolig'imi kechmadi. Mana buning o'zi Qur'oni Karimning mo'jizaligi. Bu nuqtaga qarashimiz kerak. Qur'on dediki, qaranglar iboratga valayatamannahu dedi. Keskin umid qilinmaydi ular degan shaklda ifoda. Ya'ni Qur'on, yani Alloh keskin shaklda bularning ixtiyorligi bor bo'lgan bir ishda islomga dushmanlik qilayotgan dushman uchun hukm qilyapti. Qilay, qilmay ixtiyorligi bor, tanlash huquqi bor. Lekin ashta ishtimi qilinmaydilar debdi Qur'on. Dediki, ma dushman, ya'ni yahudlar o'limni orzu qilinmaydi dedi. Asli bular bu xil shakldagi hujumga diqqat qilishi, bu xil shakldagi chaqiriqqa diqqat qilishi mumkinti. Deyishi mumkinki, biz o'limni orzu qilyapmiz, Allohdan talab qilyapmiz, deyishi mumkinti. Lekin mushu gapni ularning kallasiga kechmadi yani. Ma Qur'on bizni o'limni orzu qilyapti dedi ya. Chiqib bir rasvo qilmaylimi buni? Bunun bu gibini bir cho'ktamaylikmi? O'limni orzu qilamidi deganligiga qilmizman deb o'tirib chiqmaylimi deyanmidi bular. Chunki Alloh subhanahu va taolo insonga ixtiyorlik berilgan bir ishda hukm qilsa, bu dinning dushmanlaridan bular dinni yiqitish uchun ishlatishi mumkin bo'lgan asha xiyol, asha xavotirlarni ep tashlaydi. Bular qilamidi uni shuni bilan. Shuni bilan bularning kallasiga hech xiyoliga kelmaydi bu. Allah subhanahu wa taala bularni bundan ilgari bir oyat var ya, Sura Baqaraning 142 oyatida mana bir oyat var. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qiblani o'zgartdi Allohning buyrug'i bilan. Baytul Muqaddasdan Ka'baga o'zgartdi. Shu vaqtda Qur'on oldin a'lo bir gapni dedi. Nima dedi? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. 4 kishilar aqlsiz, bir qism aqlsizlar nimdab bular ilgir qarayotgan qiblasidan boshqa yerga qaraydi bular deb so'z cho'chak qiladi, o'sak so'z topadi, mush gapni deyishdi dedi Qur'on. Taqdimiga o vaqtda. Chunki Qur'onning ifodasida sin so'zni ishlatilgan, sin harfini ishlatilgan. Sayaqulu deb. Avla bu gapni deyishdan ilgirdan bu oyat tushib bo'ldi. Yani Allah subhanahu va taolo ularni aqlsiz deb sifatladi. Ularni aqlsiz davassa, nadan davassa, taqdimigan tursa ular gapni. Bundan keyin deydiganligini Qur'on dedi. Ammo rost dedi ular. Birasning kallasi ishlamadi madotilningchu. Agar aqli shu vaqtida azroq bir diqqat qilsa, hech nima demay jim turgan bo'lsa, Qur'on aqlsiz kishilar, nadonlar, mandaq deydi degandan keyin bular jimmini turgan bo'lsa, Qur'oni Karimga nisbatan ig'ir bir zarba bo'latdi, jang bo'latdi bu, hujum bo'latdi bu. Ular deytdiki shundan keyin Qur'onda Alloh sayaqulu sufaha minan nas debdikan. Hech kim bir narsa demadi-ku. Nada sufaha aqlsizlar? Nimish qildi ular degan bo'lsa bu gap Qur'oni Karimga nisbatan ular ixtiyorlik, tanlash erkinligi bo'lgan bir ishda ig'ir hujum, zarba bo'ladi yani. Qur'on aqlsiz kishilar mashta deydi dedi-ku. Ular demeyjim turib bo'lib, Qur'on mashta deganda kim dedi? Deb bular hujum qilinmadi. Ammo masala nima desa, masala bu xil shaklda o'tirib qo'yilgan tahaddininki, bu xil shaklda o'tirib qo'yilgan hukmning egisi Alloh. Umid qilinmaydi o'limni. Mandaq deydi degani Alloh. Alloh qilg'uchi. Unda bo'lgandan keyin bunning kallasiga bu nuqta hech qanday kechmadi. Amillatlar deb soldi ular. Yani dedi ular shunda dötliklerce Qur'on döt deb tursunmo, mana deydi deb tursunmo, jimib qolmay, qana qildi dedi ular. Qur'on umid qilinmaydi bular dedi. Umid qilinmadi ras. Yani biz bugün o'qimoqchi bo'lgan oyat karimada, biz bugün o'qiyotgan oyat karimada Qur'oni Karim bularni o'limni orzu qilishga chaqirdi. No'chonsan chaqirib orzu qilib boqmamizlar. Jannat haqiqatan sizlarning bo'lsa, boshqadan kirmaydigan shop qolsa, nasıl arzu qilinglar. Chunki o'lsanglar jannat va oldinglarda. Lekin arzu qilinmadi. Chunki
normal, mantiqiy nuqtadan aytgan vaqtidami oxirat bularga xos bo'lsa, bular qanaqa qilish kerakdi? O'limni orzu qilish kerakdi. Poetib, "Va men basamlan bunda qilibman. Basamlan men bunda ishni erisha olayman" degandan berish kerak agar ashki bir bo'lib qolsa. Ammo u ularning yolg'on gap bo'lib qolsa baranmaydi, qilolmaydi, etenmaydi. Alloh subhanahu va taolo bularni jangga chaqirdi. Bularni o'tirg'i chiqishni talab qildi bularni. Ya'ni o'limni orzu qiling dedi. Agar bular haqiqatan sodiq bo'lgan bo'lsa, gapi rost bo'lgan bo'lsa, orzu qildi. Chunki mangulik ne'matga ketadi bular. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu yerda bir hukmni oldin ola bekitdi. Ya'ni bu ish bo'lmaydi dedi. Bular umid qilolmaydi dedi. Nima uchun ashula deydi Alloh? Chunki bular yolg'onchi bular. O'zlarining yolg'onchi ekanligini biladi bular. O'zlarining qilgan etganlarini biladi bular. Shunga o'limdan qo'rqib orzu qilolmaydi. Bu Allohga nisbatan aydın. Allah bularning qalbini biladi. Masalan, biz haqiqiy jannatga ishongan, chin dildan jannatga kirishiga jazm qilganlarning qandoq qilganligini, qandoq muomala qilganligini, qandoq pozitsiya bildirganligi, bunda misol tarixiy misollarga qarab baqsak, jannat bilan xushbishorat berilgan 10 sahoba bor. Hammalar bilamiz buni. Masalan, Ammar ibn Yasir desak, Hunayndagi jangda shahid bo'lib o'tib she'r o'qib ketganligandi. Neydi? Al-an alqal ahibbata Muhammada va sahbahu. Mana men amda hozir mahbublarimga, ya'ni Muhammad alayhisolamga va sahobalarga uchrashaman. Nəhayət xoşallah. Çünki şunçilik cəzmiyyət var ki, ölümdən ibarat bolğan müştusaqdan şundalam atlasa özünün məngülük nimətə erişidiganlığını, cənnət kirdiganlığını bildi bu. Şuna üləvatqan vaxtıda ənsirə bir kizi keynədə vay Allah deməsdən xoşal, şiir oqub. Əmdə mən Muhammed əleyhissalamğa, onun sahabiləri olğan Habiblərimə, dostlarımğa uçuruşduğum buldum. Dep ketib atıdım ölümge. İntayın xuşal ölüm ketib etib. Çünkü jarlandı hazır. Bildi ki şehit olsa cennetke Muhammed Aleyhisselam'ın qaşığı barıdığanlığını iniqla bildi. Muhammed Aleyhisselam bilen sahabelerinin qaşığı barıdığanlığını. Mana bu cennet bilen berilgen hoş bişaret özünün kelgüsüde onunla berilgen mukafat vədisine nisbatan işençlininki en yuqur pellesi bu. Cennet işenç qıqada mandaq oludu. Abdullah ibn Ravaha desimi uruş qılıb etib şiir oquytdi. Ya habbazel cennete vaqtirabuha. Ya habbazel cennete vaqtirabuha. Tayyibete ve baride şarabiha. Nima degan güzel cennet. Bu cennet bizga yaqinlashdi yani. Naiti pak. Onun içimlikleri intayın soğukta. Uruş kılvetip, uruş degende şu ölüm degen kaş bilen kirpikten oturdular. Ölüp ketişim mümkün şu Allah. Minutdaki ölüp ketişim mümkün. Ama bulanın kalbide şunçilik şeyinçi var ki cennetke, ölüp kessemlam cennet var. Degen ümitlen ketip atıdı maaşı kaynak. Hoşallahça. Mana mao cennetke kirmen degen adamın ki işençi mao. Ölümge olgan tutkan pozisiyası bu yani. Ali radıyallahu anhu qarab baqsaq, Hunayn jangiga kirib ketib atıdı. Üstüge keygeni bir köngnek, yani savut dubulga emas. O köngnek ne oknu tosmaz, ne neyzini tosmaydı. Hiç qanday bir alaqqa mudafiya nemesi yok. Oğlu Hasan radıyallahu anhu deydi, dada, ma kiyvatqaning jang kiyimi emas, desa Ali karramallahu vajhu nim deb javob qaytirdi. Balam, ma dada, ölümning ustiga tushemdi, ya ölüm uning ustiga tushemdi, parvosi yo'q. Yani ben ölümge kettimmi ya başka kettimmi, bana nispeten fark etmez yani. Çünkü o cennetke tatqanlığını biladi. Mana bu cennetke olgan ishonchning orqasidagi ölümge tutgan pozitsiya. Huzaybat ibn Yaman radıyallahu anhu sakrat tuturup she'r qo'ydi. Nima deydi? Habibun ja'ala faqat la rabaha man nadam. Mahbub keldi, yani mahbubning qishig'i mangdi degandek ma'noda. Pushaymon qilgan odam pay topmasin.
Belki mazmunu bundan keng bo'lishi mumkin. Ammo bularning sakratdagi holatdagi nimasi ifodasi bu yana. Chunki bularning oldidagi bularni kutayotgan jannatga ishonchi shunchilikki o'lim buning ko'zida hech nima emas. Demak, Mavla oxiratiga ishonchi qilgan odamlar o'limni shunchalik yaxshi ko'radi bular. Chunki bularning oxiratdagi saodatidan to'sab turgan bir lam to'saq o'lim. Mana manda bo'ladi. Jannatga ishonch qilgan odamning, oxiratga ishonch qilgan odamning o'limga bo'lgan qarishi manda bo'ladi. Badr urushida sahobalardan birisi Rasulullohdan so'radi. Ya Rasululloh, men bilan jannatning o'tirisida mushlar bilan urushib, agar meni o'ldirsa, men kiramdim jannatga yana. Mushunchalik ish qoldimi degandan keyin Rasululloh ha dedi. Sahobaning qo'lida yavatgan xurmisi bor, chaynayotgan. Hatta o sahabe xurmini yeb jannatga kechikib qelish bir xil hissiyatiga kelib, mush xurmini yeb o'g'ishimni saqlab turamdim men deb xurmini tashlab urushga kirib shahid bo'ldi. Mana bu jannatga bo'lgan ishonchning ifodasi. Amam dema Yahudlar qarab baqayli. Biz bayat misal olgan bir necha sahoba oxiratdagi Allohning bularga hozirlagan mukofotiga ishonch qilgan odamlarning bir namunasi bo'ldimi? Ammo Yahudlar qarab baqsaq, Yahudlarning Qur'on aniq qilib dedi: "Fatamannawul maut in kuntum sodiqin." Bular dediki jannat bizning dedi. Qur'on dediki, tamam o zaman jannat sizlarning olsa, o'lim anda olsa, o'limni orzu qilib baqing anda olsa dedi. Lekin bular jim dedi. Uningga javob qaytaramadi. Agar o'limni orzu qilgan bo'lsa, shu aman ularning birisining nafsi kesilishi mumkin edi. Tupukini yutamazligi mumkin edi, tukurukini yutamazligi mumkin edi. Hammasi o'lib ketishi mumkin edi. Demak, bu qadar darajada ahvol bu yana. Bularning da'vosi bu qadar yolg'on. Balki bundan savol chiqishi mumkin edi. Bularning o'limni orzu qilish tillan bo'lamdi. Balkim qalb bilan orzu qilishim mumkin, deyishi mumkin ba'zilar o'tirg'i chiqib, biz deymizki, tamanni degan nima, orzu degan nima desa, orzu degan sen yaxshi ko'radigan bir narsaga, masalan, mush ish bo'schu, mush ish qilschu deydigan bir gapni og'zingdan chiqarsa. Tamam, u qalbiy yo'shilishi mumkin, qalbda bo'ladigan, qalbda orzu qiladigan. Agar ular qalbi bilan orzu qilgan taqdirdami, Alloh subhanahu va taolo darhol ularni shu vaqtning o'zida o'tirg'a chiqmay o'latdi bular shu vaqtning o'zida. Lekin madam Alloh subhanahu va taolo orzu qilinmaydi dedimi, orzu qilinmaydi. Mayli tildan orzu qilsa-mi qilinmaydi, mayli qalb bilan orzu qilsa-mi qilam. Chunki Alloh orzu qilinmaydi dedi. Nima uchun Alloh keskin orzu qilinmaydi? Chunki Alloh biladi bular yolg'onchi o gapida. Jannat biz jannatga kiramiz degan gapni yolg'on bularning bu gapi. Chunki ular o'zining qilgan aytganlarini biladi. Bularningki jannat bizga xos, biz jannatga bizdan kiramiz, mana boshqalar kirmaydi degan gapi biz ilgirki bir oyatlarda o'qigan 80-oyatda o'qidik-ku. Dovzaxga tutgan pozitsiyasidagi bir davosiga o'xshaydi bu gap. Bular dovzaxga nisbatan nima dedi bular? Lan tamassanan-nar illa ayyaman ma'duda. Dovzax kirib qolsak, dovzaxga necha kun yangi yil kiramiz. Lan tamassanan-nar deb ot bizni rasmiy ko'ydamaydi degan shaklda. Yangi yil kirib chiqishimiz mumkin dovzaxga deb dovzaxga manda pozitsiya bildirgan bular. Bularning pozitsiyasi bu yani. Jannatga kelsa bizning degan, dovzaxga kelsa biz dovzaxga kirmaymiz biz degan. Bularning hammasi bularning haqiqiy aqidasidan kelib chiqish emas, yolg'onchilikdan kelib chiqish bu. Bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo kesib bular umid qilinmaydi dedi. Deb bo'lib oxirisida bima qaddamat aydihim. Bular qilgan qilmish atmishlar sabab. Chunki bular biladi o'zlarining ishlarini. Ya'ni bularning yomon ishlari bularni o'limdan qo'rqitib qo'yadi. Yaxshi ish sohibi, har qanday bir odam hayotini yaxshi amallar bilan o'tkazgan odam o'lim bilan xushal bo'ladi. Chunki shu yaxshi amallar sababli Allohning rahmatiga erishib, Allohning fazli marhamatiga, jannatiga erishishni orzu qiladi. Masalan, anglaymiz, palanaxon ilib ketgan vaqtda chiroyi tulun oyoq o'xshab qopti. Chunki uning amali solih amallarni qilgan. O'lib ketgan vaqtida bu o'lib ketgan zamonda, ya'ni o'lgili shu sakratga kelgan, jon talashayotgan zamonda inson keskin o'zining o'ladiganligini jazm qiladi. Masalan, bir odam og'rib qolsa, isbot deb shuni umid qiladi.
Ölmesme deb imkon bor, ölmeslikni arzu qiladi. Lekin jon talishayotgan vaqtning o'zida inson o'zining zoti o'ladiganligini jazm qilib, o'zining hayoti tiz bir linti shaklda ko'z oldida yutadi. Hayotiga bir qitim qarab chiqadi. Agar o'zining qilgan etgan ishlari yaxshi bo'lib qolsa, buning chiroyi ochilib xushal bo'ladi. Chunki oxiratda mangulik ne'matga erishadi bu o'sha amallarning sababi bilan. Allohning fazli marhamatiga erishadi. Chunki sakrattu hozir qaytib dunyoda qaytadan yashash imkoniyati yo'q, ketadiganligini jazm qildi bu. Ruh badandan ayrilyotdi. Shu vaqtda inson o'ziningki oqibatning ya jannatga ya do'zax ekanligini biladi. Chunki insonning vaqtida ya rahmat malaikalar topshirib oladi jonni, ya azob malaikalar topshirib oladi jonni. Allohga itoat qilgan, yaxshi amallarni qilgan kishi rahmat malaikalar bilan xo'sh xabarni topshirib oladi. Alhamdulillah, mening ishlarim yaxshi bo'libdi deydi. Ammo osiylik qilib Allohni g'azablantiradigan ishlarni qilgan inson hayotida o'zining nomi amal lentilarini ko'z oldida shunday o'tkazadi. Voy Alloh, ashna bunday qildim, ashna bunday qildim. Shuning bilan o'zining lentilarining nomi amalning yomon ekanligini biladi. Allohga ketyotdi. Tövbe qilish fursati yo'q. Amallarni o'zgartirish fursati yo'q. Qaytish fursati yo'q. O'zining oqibatining do'zax ekanligiga jazm qiladi bu. Mushuni ko'rgan vaqtida buning chiroylari turiladi. Jonlari uning joni mushish xil shaklda elinadi. Shunga palanaxun o'lib ketgan vaqtda yuzlari qop-qora, chiroyi turilgan mashta shaklda o'lib ketib, mundaq bir gap so'zlarmi bo'ladi normalda. Demak, dunyoda yomon ish qilgan odam mangu o'limni orzu qilolmaydi. Ammo dunyoda yaxshi ishlarni qilgan odam Allohning huzuriga ketish, Alloh bilan uchrashishni umid qiladi. Buni o'ziga xushallik, xush xabar deb biladi. Farq bu darajada, bu xil shaklda bo'ladi. Ammo payg'ambar alayhisolatu vasallam normalda o'limni orzu qilishni to'sgan. Rasululloh deganki, Imom Ahmadningki Abu Hurayradan kelgan bir rivoyatida ولا لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. Aranlardan hiç kim ölümünü arzu qılmasın, ölüm kelişdən ilgiri ölümünü dua qılmasın, çağırmasın. İlla ki özünün əməllərinə işenç qılaz deb çəkilgan. Əmdə Resulullah'nınki məyədə çəkilgan maxil ölümünü arzu qilish, hayatdan ümitsizleniş şəkildə arzu qilish, musibətlərə qarşı çıxış şəkildə arzu qilish hesablanır. Resulullah'ın to'sqini. Mənə ağır bir külpətlər kelyapti. Ağır xapılıqda mən bulamadım zaten. Bo'ldi, to'ydim. Bir ölsemken, dünyadan kessemken mao hata. Qarasam eng ağır musibet mənə geldi. Allah, bu dünyada yaşagucha kessemçu. Muştan bulanı mən nima qildim? Mən mağalam kelemdi bu işlerimi üleyde. Mında şekilde ölümni arzu qilish, mao hadisi çeklengen ölümni arzu qilish. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın bununla yüz bergen musibetlerdeki qaza ve qadrini kötürenmeyi, ölümni arzu qilgan bolsa, yoki onun hayotidagi Allohning taqdiriga nisbatan qarshi chiqib, men bunda yashag'ili, bunda yashag'uchi o'lmayman deb manda shaklda ölümni arzu qilgan bolsa, bu hadisga cheklangan ölümni arzu qilish bu. Ammo yaxshi ishni qilgan odam, yaxshi ish hayotini to'ldirgan bunda odamlar va bu odamlar Allohga bir uchrashsak, Allah beni öz cenneti bilen mukafatlasa, Allah'ın fazl merhametiga erişsem de bana qilsa bu mustahab bo'ladi. Sura Yusuf'ning 111 oyatida Robbi qad ataytani minal mulk va 'allamtani min ta'wilil ahadis fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman va alhiqni bis salihin deb Allah'ın nimetlerini birbirlep sanap bulup ayetinin ahirinde nima deydi? Meni musulman peti vafat taptursula salihlarning qatarını qısla deb ölüm duası mavaliqi, ölümni arzu qilish yaxshilarcha, haliqi bir xil qaqshigan, dunyodan ümidsizlangan, hayotdan bizar bo'lgan shakldagi ölümni arzu qilish emas. Balki Alloh bilan uchrashishni, Allohning ne'matiga uchrashishni arzu qilib, ey Alloh, meni musulmon peti jinimni asla, meni yaxshi kishilarning qatarını qisla deb duo qilish bu mustahab. Peygamber Aleyhisselam'ınki ölümni Allah'ın sizlarga yetken musibetlerden qaqshab arzu qilmanglar degan so'zi. Bu so'zimi bayanim. Yuqoridagi so'zning ma'nosi shunda degan ma'noda bo'ladi. La
yetemenneyanna ahadukumul maut degan so'zi Allohning musibatlari sizlarga yetsa, taqdirdan bir musibat yetsa, buni qaqshab arzu qilmang degan bo'ladi oyatning ma'nosi. Ya'ni Allohning taqdiriga qana qilinglar, sabr qilinglar degan bo'ladi. Hamda oyatning o'ziga kelaylik, yana Yahudlar bu shaklda jangga chaqirildi. Maydonga chaqirdi bularni. Qani agar sizlar o'zining da'vosi bo'yicha jannat sizning bo'lsa, hech kim kirmaydigan bo'lsa, zodi sizga xos do'zaxga kirmaydigan bo'lib qolsanglar, o'limni orzu qilib baqinglar dedi. Bular orzu qilmaydi dedi Alloh. Zaten qilmaydi amaliyotda. Oyatning eng oxirisida vallohu alimun biz-zolimin. Bunda zolimni Alloh obdan biladi. Ya'ni Alloh ularning qilgan 70 zulmlarini, ma'siyatlarini biladi. Mana bularning dal bularning bu xil zulmlari, bu xil jinoyatlari bularni o'limdan qo'rqadigan, o'limni orzu qilmas qilib qo'ygan narsa mana bu. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون. يعني 96 آياتda şu ayatning bayatdan qidarisining oxirisi bularning xarakterini Allah bizga aytib berib turibdi. Bular o'limni orzu qilish emas, buning ahvoli bu. Bu qadar degan shaklda sa ularning kishilar ichidagi dunyo hayotiga eng intildiği adam ekanligini ko'rib oladaysa deydi Alloh subhanahu va taolo. Hatto mushriklardan bek hayotga intildiği adam bu. Ularning biri 1000 yil yashamkan deydi, 1000 yil ömür berilsikan deydi. Halbuki 1000 yillik ömür buni yana azobdan qutuldiranmaydi, azobdan yiroqlashtiranmaydi. Alloh ularning qilgan atganlarini hammani ko'rib turib deb, bularning xarakterini bizga aytib beradi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bularning yolg'onchiligini rasvo qilib qo'ygandan keyin, ya'ni bular ölümni arzu qilish mumkin emas. Çünkü bunu zalim. Madem zalim bo'lgan ekan, ölüm bularga nisbatan qo'rqinchli bir narsa. Bunda bo'lgan ekan, bular kishilar ichidagi hayotga, yashashga eng intildiği odamlar. Hatto ularning intilishi va mushriklarning intilishidan buni eshib ketaylikda uning ustida. Chunki mushrik hayotga qiziqadi, to'g'ri kafir. Chunki uning istiqodida, uning o'ylashida dunyo uning g'oyasi. Dünyada yaşayamasam, ölsem tügeymen deb o'ylaydi. Ma kafirning, mushrikning o'ylaydi bu. Ama Yahudi ma hayotga mushrikni bakrak intiladi. O'limdan qo'rqadi. Nimishqa? Chunki u ilgirki qilib qo'ygan, etib qo'ygan yomon ishlari tufaylidan o'limdan qo'rqadi. Mushrik yaşayolay deb intilsa ma hayotga, ma ahli kitob ahiret ko'rsam azoblandim, do'zaxga kiritdim. Shunlashqa ma dunyoda qanday qilib qilib qolsam ken, ömrüm uzun bo'lsa ekan deydi. Halbuki buning dötliki dunyoning qonuniyatida hech kim hayot qolmaydi. 1000 yil ömür ko'rsa hayot qolmaydi. 100 ming yil ömür ko'rsami cho'qqin bo'ladi oxirisida. Hamma narsa o'lim bilan oxirlashadi. Hamon o'zining hisobida uchraydi. Demak bu ömür qanchalik uzun bo'lsin, azobdan saqlanmaydiganligini bilish kerakdi bu asli. Ya'ni Muştağaçqa bularning hayoti uzun bo'lsa, bular o'ylaydiki, oxiratning azobidan yiroq turamiz deb o'ylaydi. Ammo hayot bularni oxiratga yuzlanmaydigan qilalaydi bularning xiyolicha. Shunlashqa bular yassalam xushal, o'lmasalam xushal. Buning alaqi o'limni orzu qilmasligi, hayot dunyoga, favqulodda hayotga qiziqishi qanaqdir hayotga bo'lgan qiziqish olmasdan oxiratdan bo'lgan qo'rqishdan kelgan. Ya'ni bizning ishimiz chataq ketib qolsaqda. Ammo mushrik yashasam bo'ldi, o'lsam tugaytdim deb qiziqqan bo'lsa, bular mayli yashasam bo'ldidan boshqa o'zining qilgan atganlarini bilgachga, ayaga bormasam ken deb oxiratdan qochdi bular. Ya'ni yahudilar qanday yashasa bo'ladi ish qilib. Xar yashamdi, bichora yashamdi, qanday yashasa bo'ladi? Qanday shakldagi yashasa bo'ladi? Muhimi bular yashasa bo'ladi ish qilib. Ana bularningki hayotga mushriklardan bunchalar intilish nima uchun? Desa, chunki mushrikningki oxirat yo'q. Dunyo mushrikning butun g'ami, butun hayoti. Shunlashqa qanday bir badal to'lasa, qaysi xil shaklda olsin hayotning uzun bo'lishini umid qiladi. Chunki mushrikning e'tiqodida, mushrikning o'yida ma dunyoda boshqa hech narsa yo'q. Ondan azoblarligini bilmaydi. Ammo Yahudi mushrikni bakroq o'zining hayotiga bak intiladi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru 1000 sana. Ularning biri mushrikning har qandaydan so'rsangiz 1000 yil umr bo'lishni orzu qiladi. Mushadaki yawaddudiki vad filisi wud
chiqildi masala buningki yaxshi ko'rish degan ma'noda, ya'ni bular 1000 yildanmi ortiq yaxshi ko'rishni yaxshi ko'radi, yashashni yaxshi ko'radi bular. Ammo tamam ma'qul deyli bu 1000 yil yashasin yoki undan ko'p yashasin, acaba bundan o'sha 1000 yil yashaganligi, undan ko'p yashaganligi buni azobdan saqlay olamdi yani. Tabiiyki saqlay olmaydi. Ömrünün uzun bo'lganligi nihoyatni o'zgartirmaydi. Chunki qanchalik yashasin hamon o'ladi. Nihoyat hamon o'lim bo'lgan ekan, az yashagan odam bilan ko'p yashagan odamning farqi yo'q, o'xshash u. 10 yil yashagan odam bilan 100 yil yashagan odamning oqibatda boradigan yeri o'xshash, ko'radigan kuni nima o'xshash. Erishadigan nihoyati o'xshash. Endi oyatda Alloh subhanahu va taolo yuammar deb bir dona so'z ishlatdi. Yuammarni umr birilish, hayot birilish deb tarjima qilamiz, ya'ni majhul shaklda. Ya'ni yuammar deb o'qiladi. Buni yuammir deb mana shaklda o'qishga bo'lmaydi, ma qiroat qoidasi, ya'ni chunki yuammir degan vaqtda birisining unga umr birilishi mana shaklda ma'ni chiqib qoladi. Yuammar desak umr birilish, hayot birilish bo'ladi. Nimishqa? Chunki hayotlik, umr degan hech kimning ilkida emas, Allohning ilkida. Allah subhanahu va taolo umr birdig'ini shu zot, umrni oyoqlashtirdig'ini shu zot. Ömür hech kimninki, hech qanday bir insonning mulki bo'lmag'achqa shu oyatda majhul shaklda ömrning birilishi, hayotning birilishi degan shaklda ifodalandi. Endi umr degan inson tug'ilishi bilan vafot tepishining o'tirdi kizdigan bir yillarni ko'rsatdi, vaqtni ko'rsatdi. Asli bu so'zning tip yil tizimi morfologiya qonuni bo'yicha aytgan vaqtda amaradan chiqqan, ya'ni imordan chiqqan bir narsani avod qilish, gullitish, yashnatish degan ma'noda. Chunki ma badanni hayotlik avod qiladi. Shunda bu hayotlik tugagan vaqtda badan bir jasadga aylanadi. Tugaydi, xarob bo'ladi shuni bilan, oyoqlashadi. Oyatning oxiridagi alfa sana degan so'zda alfa 1000 yil deb ma iborini ishiltishi odatda qanday bir millatning so'zlash, uslub so'zlash qoidasi bo'ladi. Bir millatda ko'plikni ifodalaydigan bir son sifirlar bo'ladi. Masalan, biz bir odamning qancha odam ekansa, o'nlarcha odam ekan, yuzlarcha odam deb qo'yamiz masalan. Minglarcha odam deb qo'yamiz. Arablarda asosan eng yuqori chekdagi sonni ifodalamoqchi bo'lsa, ko'p hollarda mingni ishlatadi. Arablarda normalda 7, 70, 700 degandek sonlarni ko'p qo'llanadi. Bu bir narsaningki cheksiz ekanligini ifodalaydi. Masalan, 700 yil, 70 ming farishta, 700 hassa amallarning natijasi degandek mana bir iboralar var. Bunu bazı ulamolar aşağı ifodalaydi, yani tafsirlaydi. Yani bu xil shakldagi son ifodaları cheksizmi, ko'plikni ifodalaydi. Arablar o'z vaqtida 1400 yil ilgirki arablarning kelimasida 1000 dan ortiq son o'qimi yo'q. Eng yuqori chekni 1000 lar ifodalaydi. Yani 1000 ning tilg'anlishi shu. Yani chunki 1000 arablar o'z vaqtida biladigan shu hisobotning eng yuqori cheki, eng yuqorisi. Mesela bunda bir misaldan birini anlayılı. Bir jangda bir adam Kisra'nın singlisini esir algan. Kisra degan şu vaqtdagi Persiya imperiyasininki imperatorining singlisi. Bu ayol qancha pul elib meni qo'yib o'tsa degan vaqtda qadam 1000 dirham degan. Az pul hamda bu uningga nisbatan. Boshqalar buningga qancha pul elib qo'yib o'tding degandan keyin 1000 dirham degandan voy undan jiqtalab qolsangmi birti olsang. Chunki u imperatorning singlisi o. Degan vaqtda men 1000 dan ortiq sonni bilgan bo'lsam deydim degan bir rivoyatlar va arablarningki tarixiy nimasida. Mushunga qaragan vaqtda 1000 arablardagi shu vaqtga sonning yuqori cheki. Ya'ni 1400 yil ilgirki gap yani. Anda arablarning shu vaqtdagi son ifodalash, bir narsaning sonining ko'pligini ifodalashdagi eng yuqori o'lcham 1000. Anda mushu bo'yicha aytgan vaqtida ular Yahudlar 1000 yil yashashni umid qiladi degan gap, nurg'un yillar yashashni umid qilib tushunsak bo'ladi. Son 1000 qilib to'xtamaydi-da. Shunga normalda normalda 1 million ifodalamoqchi bo'lsa alf deydi. Shu o'z vaqtida hozir emas. Hozir million davrida, o'z vaqtida alf desa million ifodalangan gap. Oyatning oxirisidagi va ma huwa bi muzahzihi min al-azab ay yu'ammar deganning ma'nosi u Yahudiga 1000 yil umr berilsin tamam o'zi umid qilgandek yoki 2000 yil umr berilsin Allah'ın azabını kaçanmaydı bu. Çünkü dünyanın kanunu çünkü qanchalik yaşasın ölüdü. Haman ölüdü o. Haman şuna uçuruşudu o. Vallahu basirum bima ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala ularning nima ish qilganligini biladi.
Meyli ola 1000 yıl yaşasın, onundan artıq ya onundan az yaşasın, qılğan əməlliге qarta bularni yaxşı yaman mukapatlap jazalaydı. Yaxşı qılğan bolsa mukapatlaydı, yaman iş qılğan jazalaydı. Şoňa bularning 1000 yıl yaşaganlygy, 2000 yıl yaşaganlygy özüniň qılğan etkenlerinin jazasyny tatışdan bilan saqlap qalanmaydı. Şunu bilan bugünkü dersimiz müşahede ahirlasın inşallah. Yine bular haqqida. Ve şunu münasebetlik mezmunlarını üzlüksüz davamlaştırmamız Allah nasip kılsa. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.